Uy sharoitida yuzimizga botoks effekt beradigan maskani o'rgataman. Buning uchun bizga yarim stakan sut va makkajo'xori uni kerak bo'ladi. Uni shu tartibda aralashtirib olamiz. So'ng tayyor bo'lgan massamizni yaxshilab aralashtirib, o'zimizga kerakli miqdorda 1:1 nisbatda olib olamiz. Ya'ni bu degani 1 qoshiq tayyor aralashmamizga 1 qoshiq zaytun yog'i solib olamiz. So'ng uni yuzimizga qalin qilib chiroyli holatda surib olamiz. Yuzimizda esa kamida 20 daqiqa qoldiramiz. 20 daqiqadan so'ng esa uni astagina qo'parib olib tashlab yuboramiz va ko'rib qarabsizki, yuzimizga botoks effektini beradi. Yanada ko'proq foydali ma'lumotlar uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmang.